Ko'chadan it ushlab bir kunini zo'r qilib o'tkazib bering, kichikni baxtli qilamizmi? Do'stlarimdan kichiklikni bundan ola. Do'stlar itni bundan ola tutganlar o'zi bilmaydi. Men buni baxtlatamiz. Sana girganda vog'irda bombatib o'tirmayapsizmi? Do'stlar, ko'rganlaringiz biza shartni bajardik. Bugungi itimizni kuni cho'tki bo'lib o'tdi deb o'ylayman menimcha. Tez kommentariyaga keng chatni yozib qoldiringlar va videoga birdan like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Itimizda bayram